Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yana bir bor. Umid opa, bo'shab qoldingizmi? Ben telefon qilib bo'shab qoldim. Aha, juda ham yaxshi. Opajon, aytganimdek, qalb satrlari loyihasi ijodkorlari bog'lanishmoqda. Bugun siz uchun, butun oilangiz uchun juda ham qutlug', quvonchli va barakatli shukrona kuningiz ekan. Avvalambor mana shu umringiz go'zal, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bizning loyihamiz nomidan chin dildan muborakbod etamiz. Opajon, bugungi shukrona kuningizda sizni jonidan ortiq ko'radigan, sizga eng ezgu niyatlarini izhor etmoqchi bo'lgan qadrdonlaringiz bor va bizning loyihamizga ular o'z dil izhorlarini yuborishgan. Kimdan deb o'ylaysiz? Aynan qaysi yaqinlaringizdan, qaysi jigarlaringizdan, qadrdonlaringizdan kutasiz tabriknomalarni? Tushunarli, to'g'ri. Bunaqa yaqin insonlaringiz juda ham ko'p, lekin opajon, bu safargi tabriknomani siz uchun eng aziz bo'lgan insonlardan biri Musallamxon ammajoningiz bor ekan, to'g'rimi? Va ularga jo'r bo'lgan uzoqdagi Gulnora va Sanobar ammalaringiz ham o'z dil izhorlarini, tabriknomalarini yo'llashgan. Agarda ijozat bersangiz, ularning qalblaridan chiqqan satrlarini sizga o'qib eshittirib qo'ysak, opajon. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum, mening qalbimga yaqin, mehribon bo'lgan Umida singlim. Bu dunyoda jigarchilikning oqibati va mehring o'rni va qadri beqiyos. Sen biz uchun shunchaki jigar emassan. Amakimning qizi bo'lsang-da, xuddi o'zimizning radnoy jonajon singlimizdek qadrli va azizsan. Sening mehnating, chaqqonliging va samimiyatingga har doim havas qilamiz. Quvnoqliging, xarakteringdagi o'tkirlik va g'ayrating xuddi o'zimizga o'xshaydi. Ishda bo'lasanmi, hayit ayyomlaridami, yaxshi-yomon kunlarda va jigarchilik oqibatida har doim eng aktiv, kuyunchak va yetakchi singlimizsan. Bugun sening baxtingga guvoh bo'lib quvonamiz. Bir o'g'il va bir qizingning ardoqli, mehrli onasisan. Sening boringga oilamiz sendek ziyrak, oqibatli va mehri daryo jigarimiz borligiga shukr qilamiz. Allohdan so'rab qolamizki, taning hamisha sog', umring uzoq va barakali bo'lsin. Xonadoningdan fayzu baraka, yuzingdan esa mana shunday samimiy tabassum hech qachon arimasin. Farzandlaringning rohatini, kamolini ko'rib yur. Ulug' yoshlarni qarshilab yurish nasib etsin. Sendek jigarimiz borligidan hamisha g'ururlanamiz. Yanog'idan binafshalar ochiladi. Iforidan rayhon hidi sochiladi. Esga olib, ko'zimga yosh tomchiladi, singillarning eng sarasi mening singlim deya dil izhorlariga yakun yasabdilar, opajon. Aha, sizga yana bir ajoyib nom berishdi. Tamojnini malikasi dedilar, adashmasam. Aynan shunaqa so'zlarni ham qo'shing. Tug'ilgan kun egasiga mana shunday nomga ega deb bizga qayta takrorladilar. Umid opa, endi mana shu yaqinlaringizga sizni ham minnatdorligingiz va dil izhorlaringiz bo'lsa bemalol aytishingiz mumkin, chunki bu hozir tarixga muhrlanib qoladi. Kelgusi va boshqa tug'ilgan kunlaringizda ham bemalol eslab shu davrlarni yodga olsangiz bo'ladi. Shu hammalariga rahmat deb qo'yaman. To'rlariga shukr, hamyashlar bor. Onam yo'q bo'lsa ham onam yo'qligini bilib turmay, shunaqa tabriklaganim uchun katta rahmat. Sizni juda ham yaxshi ko'rar ekan, Umid opa. Mehri cheksiz ekan. Ataydan ertalabdan o'zlari murojaat qildilar. Aloqa sifati yaxshi bo'lmasa ham iltimos deb bir qancha qiyinchilik bilan sizga bog'landik. Boshqa raqamlarga tushdik. Adashib bitta nomeringiz ishlamas ekan. Shunaqa bo'lsa ham albatta tabriklab qo'ying. Meni jonajon singlim bo'ladi. O'zimni singlimdek ko'raman deb qayta takrorladilar Musallamxon opalar. Men ham o'zimni opchamdek ko'raman, rahmat.
Bolalarga shukur. Men ular bilan faxrlanaman har doim. Ikkita uzoqdagi ammam ertaroq qaytsinlar, rosa sog'indim ularni. Judayam yaxshi. Biz ham opajon bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan yana bir bor tabriklaymiz. Ilohim opajon 100 yosh bilan yuzlashib yuring. Bunaqa quvonchli kunlaringiz ko'p bo'lsin. Hajlarga boring, hojona bo'lib yuring. Kelgusi tavallud ayyomingizda ham sizni xursand bo'lib shunaqa tabriklash nasib qilsin bizga ham. O'zingizni ehtiyot qiling. Sog' salomat bo'ling opajon. Sog'inch faqat bolalikka atalganmi? Didor esa suratlarga qadalganmi? Inson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Sog'inch faqat bolalikka atalganmi? Didor esa suratlarga qadalganmi? Inson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda? Bir didorga nima yetsin bu zamonda? Har kun bo'lmasa-da mayli onda sonda. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Har kun bo'lmasa-da onda sonda. Bir yig'ilib ko'rishaylik jigarlarim. Jigarlarim, oh menim jigarlarim. Sog'intirganlarim, ey sog'inganlarim. Jigarlarim, oh menim jigarlarim. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Ota bo'lib ota qadrin bilayapmiz. Ona bo'lib ona dardin bilayapmiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Keling tez-tez ko'rishaylik jigarlarim. Ota bo'lib ota qadrin bilayapmiz. Ona bo'lib ona dardin bilayapmiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda? Bir didorga nima yetsin bu zamonda? Har kun bo'lmasa-da mayli onda sonda. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Har kun bo'lmasa-da onda sonda. Bir yig'ilib ko'rishaylik jigarlarim. Jigarlarim, oh menim jigarlarim. Sog'intirganlarim, ey sog'inganlarim. Jigarlarim, oh menim jigarlarim. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Jigarlarim, oh menim jigarlarim. Sog'intirganlarim, ey sog'inganlarim. Jigarlarim, oh menim jigarlarim. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim.